Futbol ishqibozlari may oyida bo'ladigan bu o'yinlarni aslo o'tkazib yubormang. 3-may inglizcha klassiko Manchester United Liverpoolga qarshi 19:30 da. Shu kuni Aston Villa Tottenham 23:00 da. 4-may 23:55 da Manchester City Everton maydoniga safar qiladi. 5-may 23:55 da Arsenal Atletico, 6-may 23:55 da esa Bavariya PSG. 9-may kuni esa eski do'stlar Liverpool va Chelsea bahsi 16:30 da. 10-may 20:30 da Arsenal chempionlik yo'lida West Ham sinovidan o'tadi. Shu kuni 23:55 da Ispaniyada katta o'yin El Clasico Barcelona Real Madrid. 12-may Saudiya klassikosida Ronaldoning Al Nassr Benzemaning Al Hiloliga qarshi uchrashuv 23:00 da boshlanadi. 13-may Manchester City Crystal Palace'ga qarshi APL doirasida qoldirilgan o'yinni o'tkazadi. Bundan tashqari Fransiya chempionatida PSG Lens bahsi. Aynan shu kuni Italiya Kubogi finali ham bo'lib o'tadi. Lazio Inter. Barcha uchrashuvlar 23:55 da start oladi. Uchrashuvlar ro'yxati endi yarmiga keldi. Oldinda bizni Chempionlar Ligasi, Yevropa Ligasi finallari, bundan tashqari boshqa qiziqarli o'yinlar kutmoqda. Shunchaki mana shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz videoni albatta like bosib obuna bo'lib turing. Men esa davom etaman. 16-may 19:00 da esa Manchester City Angliya Kubogi finalida Chelsea ga qarshi maydonga chiqadi. 17-may APL 37-turi doirasida Aston Villa va Liverpool 16:30 da. 20-may 0:15 da esa Chelsea hamda Tottenham bahsi. 23-may 23:00 da Germaniya Kubogi finali Bavariya Stuttgart. 24-may kuni APL da so'nggi tur chempionlik hal bo'ladi. 20:00 da Arsenal Crystal Palace bilan o'ynasa, Manchester City Aston Villa bilan kuch sinashadi. Aynan 24-may kuni 21:00 da esa Ispaniya La Ligasi doirasida ham so'nggi tur o'yinlari bo'lib o'tadi. Valencia Barcelona, Real Madrid Athletic Bilbao. Yevropa Ligasi finali 20-may kuni 23:55 da, Konferensiyalar Ligasi finali esa 27-may 23:55 da va Chempionlar Ligasi finali esa 30-may kuni 21:00 da start oladi. Bu videoni albatta futbolga qiziqadigan do'stingizga jo'natib qo'ying.